U hech qachon qisqa yengli futbolkada o'ynamaydi. Karyerasi boshidan beri Cristiano Ronaldo, Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus yoki Al Nassrda faqat uzun yengda maydonga chiqqan. Agar klubda bunday forma bo'lmasa, Krish rasm mukammal bo'lishi uchun ostiga kerakli rangdagi long sleeve ni kiyadi. Bir narsa aniq. Uni yalang qo'l bilan maydonda ko'rish bu fantastika. Hoziroq obuna bo'ling. Yangi futbol hikoyalarini o'tkazib yubormang. Nega u buni qiladi? Birinchi sabab himoya. Ronaldoni tez-tez urishadi, ayniqsa yoshligida. Driblinglari bilan himoyachilarni aqldan ozdirganida. U bir o'yinda bir necha marta yiqilardi. Uzun yeng esa terisini jarohatlardan saqlardi. Ikkinchi sabab qulaylik. Kunduzi mato quyoshdan, kechasi esa sovuqdan himoya qiladi. Doim qulay, doim zamonaviy, doim Cristianoga yarasha. Asosiy savol esa shu. Ronaldoning uzun yenglari yoki Messining qisqa yenglarining sehri qaysi biri zo'r? Izohlarda yozing. Siz kim tarafdasiz?